Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zgidrometeorologiya xizmati O'zbekistonda 24, 25, 26, 27 dekabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Batafsil ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Hurmatli tomoshabin, ushbu videoni ko'rish davomida kanalimizga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, 24-27 dekabr kunlariga ob-havo prognozi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 24 va 27 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 25-26 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 24-26 dekabrda 1-6 daraja sovuq. 27 dekabrda 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 2-7 daraja iliqdan -2 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 26 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 24-26 dekabrda 1-6 daraja. 27 dekabrda 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 2-7 daraja iliqdan -2 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi -2 daraja, kunduzi 24 dekabrda 7-12 daraja. 25-27 dekabrda 2-7 daraja iliqqacha pasayadi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 24-26 dekabrda 1-6 daraja sovuq, 27 dekabrda 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 2-7 daraja iliqdan -2 iliqqacha o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 26 dekabrda ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi -2 daraja sovuq, kunduzi 24-25 dekabrda 5-10 daraja iliq. 26-27 dekabrda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi -2 daraja iliq, kunduzi 24-25 dekabrda 5-10 daraja iliq. 26-27 dekabrda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi -3 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi -2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 24-25 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26-27 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 26-27 dekabrda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuqdan 3-8 daraja sovuqqacha, kunduzi 0-5 daraja sovuqdan 0-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi, deyiladi xabarda.